Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan keng qamrovli statistik tadbir hisoblanadi. Bugun 15-yanvar kuni soat 00:00 dan O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining birinchi bosqichi rasman boshlandi. Mazkur bosqich doirasida 17 kun davomida fuqarolar census.stat.uz rasmiy veb-sayti orqali OneID tizimi yordamida onlayn ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Muxbirimiz ushbu tadbir jarayonlari haqida Namangandan xabar qiladi. 2025-yilning 19-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 173-sonli aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Ushbu hujjat mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni rejalashtirish, aholi turmush tarzini oshirish hamda agrar sohani izchil rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday muhim jarayon bilan keng ommani tanishtirish, uning maqsadi va mazmunini chuqur tahlil etgan holda sharhlashda ommaviy axborot vositalari xodimlarining ahamiyati katta. Shu sabab soha xodimlariga Namangan viloyat statistika boshqarmasida matbuot anjumani tashkil etildi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish belgilangan. Shunga asosan hozir Farmonga muvofiq aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri 2026-yilning 15-yanvardan 28-fevralga qadar 2 bosqichda amalga oshiriladi. Xo'jaligi bo'limini o'rganishimiz biz hali O'zbekiston tarixida qishloq xo'jaligi to'liq qamrab bunaqangi o'rganilmagan. Ro'yxatga olish jarayonida aholining demografik holati, yashash sharoiti, ta'lim darajasi, mehnat faoliyati hamda ijtimoiy ehtiyojlari bo'yicha muhim ma'lumotlar yig'iladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish doirasida yerdan foydalanish, fermer va dehqon xo'jaliklari faoliyati, chorva va parrandachilik holati bo'yicha aniq ma'lumotlar shakllantiriladi. Ayni paytda yurtimizda bo'lgani kabi Namangan viloyatida ham ushbu muhim tadbir start oldi. Avvaldan viloyatdagi 754 ta mahallada mahalliy yettiligi a'zolari uchun maxsus seminarlar ham tashkil etildi. Bu ma'lumotlar shakllangandan so'ng buni natijasida rahbariyat tomonidan chiqarilayotgan qaror, farmonlar manzilli dasturlar ishlab chiqariladi. O'zbekistonda investitsion jozibadorligini yanada ko'tarish maqsadida o'sha chet eldan kiritilayotgan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni rivojlantirish maqsadida qaysi hududga qancha investitsiya kiritish kerak. Bundan tashqari o'sha tadbirkorlarimiz sog'liqni saqlash sohasida bo'lsa, misol uchun qaysi joylarga shifoxonalar, xususiy shifoxonalar qurish kerak. Bundan tashqari qurilish sohasida ishlayotgan tadbirkorlarga agar qaysidir hududda aholi soni ko'payib ketgan bo'lsa, oilalar soni ham kelib chiqadi. Bundan kelib chiqib, qancha qurilish ko'p qavatli uylarni qurish kerak. Shularning natijasida tadbirkorlarimizga keng imkoniyatlar yaratilib, ro'yxatga olishdan chiqqan ma'lumotlardan foydalanish ijobiy natija beradi. Matbuot anjumanida ishtirok etgan jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan atroflicha javob oldilar. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish mamlakat kelajagini belgilashga qaratilgan muhim qadamdir. Shu bois bugundan start olgan ushbu jarayonda har bir fuqaroning faol ishtiroki alohida ahamiyat kasb etadi. Umida Qo'shoq va Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.